Biror millatni zaiflashtirish uchun uning shaharlarini vayron qilish, armiyasini mag'lub etish shart emas. Odamlarni arzimas narsalarga chalg'itib qo'yishning o'zi kifoya. Siz nima deysiz bilmadim-u, ammo ota-bobolarimiz o'ldirsa ham osh o'ldirsin deya niyat qilmagan bo'lsa kerak. Nega bunday deganimizni esa quyidagi ma'lumotdan so'ng bilib olishingiz mumkin. Germaniyaning Friedrich Schiller nomidagi universitet olimlari dunyo xalqlarining o'lim sabablarini aniqlash bo'yicha tadqiqot o'tkazgan. 1990-yildan 2016-yilgacha bo'lgan davrni qamrab olgan ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, noto'g'ri ovqatlanish tufayli o'layotganlar reytingida post-sovet davlatlari yetakchi ekan. Qizig'i shundaki, ushbu mamlakatlar orasida o'zimiznikilar mutlaq g'olib bo'lgan. Hech bo'lmaganda mechkaylik bo'yicha peshqadam ekanmiz deyishga shoshilmang. Buning oqibatlariga havas qilib bo'lmaydi. Ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, o'rganilgan davr mobaynida O'zbekistonda noto'g'ri ovqatlanish sababli har 100 ming kishidan 394 kishi hayotdan ko'z yumgan. Lekin muammo faqat mechkaylikda emas. Eng yomoni hayotiy maqsadlarimizning tubanlashib ketishi. Xo'sh, bugun aksar odamlarning orzulari nimalardan iborat? Mashina, yangi iPhone, katta to'y yoki oshxo'rlikmi? Holbuki ota-bobolarimiz yoshligidanoq dunyoni boshqarish, yer yuzida adolat va Allohning hukmini oliy qilishni o'ylashardi. Ular mayda nafsoniy ehtiyojlarga o'ralashib qolishmagan. Yaqindagina ijtimoiy tarmoqlarda trendga chiqqan video esa o'lchovlarimizning naqadar haqirlashib ketganini ko'rsatdi. Unda bir tovoq oshni 5 daqiqada yeb bitirib, olqish va mukofotga sazovor bo'lgan vatandoshimizni ko'rishimiz mumkin. Vaziyat shu darajadaki, bu qahramonligimiz orqali xorijliklarning ham tiliga tushdik. Raqamli ijodkor Salohiddin Tojiddin o'g'li ijtimoiy tarmoqlardagi bir fransuz foydalanuvchining iqtibosini keltiradi. Musulmonlar cho'chqa go'shtini yemaydi deyishardi, lekin cho'chqalardek ovqatlanishar ekan. Endi nima qilaylik? Bo'lganimiz shu. Atlas kiyib jipir-jipir, do'ppi kiyib qiqir-qiqir. O'zbekning sharmanda bo'lmagan sohasi qolmadi shekilli, deb yozadi Salohiddin bundan kuyunib. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan yana biri Abdulahad Ali Muhammedov esa o'rnatilgan yangi rekordga quyidagicha munosabat bildiribdi. Bunday ifloslik millatga qachon yo'qdi? Sunnatga zid, insoniy odobga, farosatga zid meshkaklikni mijoz to'plash uchun qo'llanilyaptimi? Shu kabi iflos uslubda faron vaqtda ho'kiz yesa bo'kadigan hajmda ovqatni moldan battar suratda yeyish, oshxonasini reklama qilayotgan oshxonalarga boykot e'lon qilganman. Jamoat joylarida, kamiga ommaga, ijtimoiy tarmoq orqali oshkora tarzda bunday beadablik targ'iboti, nosog'lom turmush tashviqoti uchun qonunan jazo va cheklov choralari ko'rilishi kerak deb o'ylayman. Biz ham bir paytlar butun dunyoga maydon o'qigan millatning bugun tovoqdan bosh ko'tarmaydigan odamlarga aylanib qolishini oqlamaymiz. Hayot faqat choyxona, osh yoki o'yin ko'rgudan iborat emas. Islom dushmanlarigina musulmonlarning kayfu safoga berilib, siyosat, iqtisod, texnologiya va boshqa muhim sohalarda ortda qolishidan xursand bo'lishlari mumkin. Albatta, turklarni uxlatish chora-tadbirlari Rus bosqini davridan buyon ishlamoqda. Millatning o'zligini tanib qolishiga, uyg'onishiga yo'l qo'ymaslik uchun uni turli illatlarga mubtalo qilish, aroqxo'r, qimorboz, o'zligidan yiroq, arzimas kayfu safolar bilan umrini o'tkazib yuboradigan xalqlarga aylanish tizimi kutilganidek natija beryapti. Bir paytlari taniqli jurnalist Karim Bahriyev yozganidek: Bugun 4 ta bilimdon bola yaratgan bitta kompyuter dasturi yoki 10 kishi ishlaydigan onlayn savdo platformasi 100 milliard Amerika dollari keltirayotgan zamonda biz hech qachon 1 milliard dollardan ziyod foyda keltirmagan bir o'simlikni paxtani ekishda davom etdik. Ya'ni 4 ta ilmli bola 30 millionlik xalqi bor davlatning budjetidan kattaroq daromad olayotgan zamonda tovuq boqsak yoki paxta eksak boy bo'lamiz deb yuribmiz. Bosqinchilarga esa paxta dalasidan chiqmaydigan qora ishchi bo'lishimizning o'zi yetarli emas. Ular musulmonlarning eng muqaddas narsasi, qadriyatlarini ham buzishni istaydi. So'zimizning dalili sifatida mana bu videoga e'tibor bering. Bu tasvirlar 2026-yil 5-7 kunlari allaqaysi g'arb mamlakatlarida emas, balki poytaxtimiz Toshkentda o'tkazilayotgan pivo festivalidan olingan. Xorij musiqasida raqsga tushayotgan yigit-qizlar esa o'zimizning bolalarimiz. Mansabdorlar tilida aytganimizda, kelajagi porloq avlodlar. Yaqinda bu illat milliy odatlarimiz ro'yxatiga kiritilmasa bo'lgan edi. Sababi o'tgan yilning yoz oylarida ham poytaxtda xuddi shunday pivo festivali o'tkazilgandi. Mas'ullar bu haqida sukut saqlagan, faqatgina Milliy tiklanish partiyasi rais o'rinbosari Feruza Muhammadjonova e'tiroz bildirgandi. Toshkent mamlakatning yuragi, madaniyat, siyosat, turizm, media hammasi mana shu yerda boshlanadi. Demak, bu yerda o'tkazilgan har qanday tadbir butun mamlakat uchun namuna bo'lmog'i darkor.
Biroq bu ketishda bu kabi tadbirlar Buxoro, Samarqand va hatto Qo'qongacha yetib borishi hech gap emas, balki yetib borgandir ham. Pivo festivalini aynan Toshkentda o'tkazish bu shunchaki faollar yoki biznes tashabbusi emas, balki xalqni milliy an'analari va o'zligiga tupurishdir. Bugun pivo, ertaga vino, keyin spirtli barlar, hech qanday madaniy cheklovsiz tadbirlar. Shunday ketma-ketlikda jamiyatni sezdirmasdan o'zgartirish mumkin. Bu safar Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov ham ushbu festivalga e'tiroz bildirdi. Toshkentda pivo festivali o'tkazgan va unga ruxsat berganlar jazolanishi kerak deydi Alisher Qodirov. Bu holatni ko'rayotgan bo'lsanglar, spirtnoy ichimlikda reklama qilib, qanaqadir konsertlar bo'lyapti. Davlat xodimlari bu holatga qanaqadir cheklov qo'yish o'rniga naborot kelib, bularga sharoit qilib berib, ahrana vazifasini o'tab berishyapti. Bu holatni diniy tomonlama olib qaraydigan bo'lsak ham xato. Qonun tomonlama olib qaraydigan bo'lsak ham xato. Chunki bu yerga 18 ga to'lmagan yosh qiz, yigitlar ham kelibdi. Bu yerga kelgan odamlarga ham qoyil qolmadim. Nima maqsadda kelishgan? Konsert ko'rish uchun kelganmi desam, konsert ko'rish uchun boshqa joy qurib qo'yganmidi? Endi Rasul Kusherbayevning sud jarayonida bildirgan fikrini eshitinglar. Turistlar kelib turib, spirtnoy ichimlikni naqd pulga sotib olishimiz problema bo'lyapti desa, ularga qanaqadir sharoit qilib, spirtnoy ichimlikni naqd pulga sotib olishiga imkoniyat qilib berishibdi. Lekin xalq borib turib zapravkadan benzinni naqd pulga sotib olishimiz problema bo'lyapti desa, bularga sharoit qilib berishni o'rniga qanaqadir cheklovlar qo'yib qo'yishyapti ekan. Bular spirtnoy ichimlikka sharoit qilib berishayotgan bo'lsa, bular ichadi, kayf qiladi. Ertaga kelgan ko'chaga chiqib turib kimgadir zo'ravonlik qiladi, kimgadir shilqimlik qiladi, ya'ni ziyoni tegadi. Agar xalq naqd pulga benzin sotib olayotgan bo'lsa, og'irini yengil qiladi, uzoq yo'lini yaqin qiladi. Kimdir shuni orqasidan oilasini boqadi, tirikchilik qiladi, dastavka qiladi, taksichilik qiladi. Jamoatchilik e'tirozlariga qaramay musulmonlar diyorida pivo festivallarini o'tkazish an'anaga aylanib bormoqda. Bu tadbirlar orqali spirtli ichimliklar ayniqsa yoshlar orasida ommalashtirilyapti. Bugungi tadbir qanaqa o'tyapti? Festival qanaqa o'tyapti? Zo'r o'tyapti. Hammasi yaxshi. Настроение yaxshi, hammasi yaxshi, hammasi zo'r. Bunaqa tadbirlar o'tkazilishiga qanaqa qaraysiz? Yaxshi qaraymiz. Yaxshi. Bundan ham chiroyli o'tsin. Oldingilari ham yaxshi chiroyli o'tgan. Endi yoshlarga menimcha ta'siri yo'q. Muhimi me'yorida bo'lsa bo'ldi. Hamma narsa. Menimcha yaxshi deb o'ylayman. Ancha tanish orttirsa bo'ladi. Chunki o'tgan safargini o'zida ham ancha-muncha tanishlar orttirganman. Endi ko'proq do'stlar bo'ladi. Asrot vobshe boshqacha. Qaniydi har va shunaqa festivallar bo'lsa-ki, yaxshi, ajoyib, zo'r. Odamlar hammasi настроенияsi yaxshi. Hammaga yaxshi ta'sir qilsa kerak deyman, birov. Вообще zo'r bo'lyapti. Всё классно, всё классно, мне очень нравится. Hozirgi sizning yoshingizdagilarga bu festival qanaqa ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Normalno ta'sir qiladi. Yo'q, rahmat kerak emas menga. Yo'q. Afsuski bugun harom ekani ochiq oydin ma'lum bo'lgan narsalar zamonaviylik, madaniyat va hordiq chiqarish nomi ostida targ'ib qilinmoqda. Mana bu esa natija. Bolani abjag'ini chiqarib tashlasiz, bu nima ahvol? Bu nima ahvol? Ya onasi qani, telefon nomeringizni bering, onasiga telefon qilamiz. Kep hayitda siz dadasiz-ku, neujeli ichib shunaqa. Hayitda ham odam shunaqa qiladimi o'z bolasini urib? Ol, bolasi akang bilan bo'l. Hayit bayramida mana o'z bolasini urib o'tiribdi. Ichib olgan dada. Bering, unisini ham qo'yib yuboring. Ko'p ta'kidlaganimizdek, biz natija bilan emas, uni yuzaga keltiruvchi omillarga qarshi kurashishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoq faoli Asriddin Kamol mazkur pivo festivalini Mormonlar missionerlik tashkiloti moliyalashtirayotgani haqida yozmoqda. Uning aytishicha, 1830-yilda Jozef Smit tomonidan asos solingan mazkur nasroniy ekstremist tashkiloti ayni paytda O'zbekistonga kirib kelgan. O'zbekistonda bolalarni masjidga kirishga ruxsat berishmaydi. Lekin ularni masjidga kirish huquqi bu konstitutsiya huquqi va hech qanaqa qonun buni taqiqlagan emas. Vaholanki, mana shu O'zbekistonda spirtli ichimliklarni jamoat joyida iste'mol qilish qonun bilan taqiqlangan. Ammo lekin mana shu taqiqlanganiga qaramasdan
joylarda, jamoat joylarida, ko'chalarda festivallar tashkil qilib, u yerda o'sha bemalol yoshlar spirtli ichimliklar iste'mol qilish uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Davlat buni tepasida turibdi. Nimaga degan savol tug'iladi. Bu o'sha postlarimda harakat qildim yoritib berishga, ya'ni marmonlar degan diniy missionerlik oqimi bor. Endi marmon dini bu dunyodagi eng xavfli ham desak bo'ladi, eng boy desak ham bo'ladi va eng keng tarqalgan bugungi kunda missionerlik dini. Ya'ni missionerlik bu o'zini dinini targ'ib qiladi. O'zbekistonda mana o'z bolasini otasi masjidga olib chiqaman desa qo'yishmaydi hukumatning odamlari. Lekin olib kelgan mana bu marmonlari bolalarni o'zini diniga tortish bilan shug'ullanadi. Ya'ni bugungi kunda bu juda katta boy tashkilot. Brendlar deymizmi, korporatsiyalarni aksiyadorlari hisoblanishadi va ayniqsa mana shu pivo, alkogol mahsulotlari ishlab chiqaradigan kompaniyalarni aksiyadorlari hisoblanishadi. Ya'ni juda ko'plab aksiyalari bularda mavjud. O'shani hisobida mana pivo festivallarini yoyish, birinchisidan o'zini savdosini rivojlantirish, o'zini mahsulotini sotish va o'ziga yangi xaridorlarni jalb qilish. Ikkinchidan shu orqali o'sha yoshlarni mana shu ichkilikka o'rgatish va shu yo'l bilan ularni e'tiqodidan, ya'ni haqiqiy o'zini e'tiqodidan chiqarib olish. Bir nechta maqsadlari bor. Bemalol sionizm, yahudiylar o'zini nimalari bilan yuribdi. Bemalol xristian cherkovlariga sharoitlar qilib berilgan va ko'pchilik davlatlar xavf deb biladigan, ruxsat bermaydigan, qattiq qarshilik qiladigan o'sha marmonlarni diniy oqimini olib kirishdi. Maqsad nima? Yoshlar bo'linsin, yoshlar masjidga chiqmasin, masjiddan to'silishi ham shundan. Yoshlar ko'proq boshqa oqimlarga, boshqa e'tiqodlarga ketsin, o'shani hisobda balans bo'lsin, ertaga birlasha olmasin. Ya'ni bo'lib tashla, boshqar siyosati. Yashirishadi. Pivo festivallarini kim qilayotganini hamma joydan yashirishgan. Necha marta jurnalistlar chiqib so'raganda rasmiy izoh berishmagan. Moliyalashtirish manbasi qayerdan ekan? Bermaydi, qayerdan beradi? Nima deydi? Bugun mana bu narsaga qarshi turmasak, bugun buni ko'proq odamlarga tushuntirmasak, ertaga kech bo'lishi mumkin. Bugun shukr, sabr deb o'tirganlar, ertaga bolalari o'zlarini umuman bir tasavvurlarga sig'maydigan e'tiqodlarga kirib ketish. Lazer desa xayoliga faqat guruch keladigan millat qorin g'amida har kimning kuyiga, raqsga tushishga mahkum demoqchi emasmiz. Yoki oshxona menyusidan boshqa kitobni o'qishga vaqt sarflamagan odamlar uyg'onarmidi degan fikrlarga ham qarshimiz. Bugun bizdan tayinli odam chiqarmadi, odam bo'lmaymiz, baribir foydasi yo'q. Korrupsiya bilan nepotizm hamma yoqni barbod qildi degan o'zimizni battar tushkunlik botqog'iga cho'ktiradigan gaplarni chekkaga uloqtirishimiz kerak. Aksincha, maqsadlarimizni yanada yuksaltirishimiz va ularga erishish yo'lida jiddiy qadamlar tashlamog'imiz lozim. Biror millatni zo'ravonlik yo'li bilan bosib olish shart emas. Uning orzularini kichraytirish, maqsadlarini qornidan nariga o'tkazmaslik, vaqtini arzimas mashg'ulotlar bilan band qilishning o'zi yetarli. Qachonki jamiyat ilm o'rniga ko'ngilxushlikni, taraqqiyot o'rniga tomoshani, yuksak maqsadlar o'rniga nafs va shahvat istaklarini tanlasa, asta-sekin tanazzulga yuz tutadi. Bir paytlar dunyoga olim, sarkarda va mutafakkirlar bergan xalqning avlodlari bugun ham katta ishlar qilishga qodir. Buning uchun faqat uyg'onish kerak. O'zimizga savol beraylik. Biz farzandlarimizni qanday ruhda tarbiyalayapmiz? Ular o'zligini, hayotga kelishdan maqsadini yaxshi bilishadimi yoki faqat ko'r-ko'rona iste'molchilarga aylanib qolishganmi? Hali kech emas, ammo vaqt ham kutib turmaydi. Agar ertangi kun haqiqatdan ham yaxshiroq bo'lishini istasak, bugundan boshlab maqsadlarimizni yuksaltirishimiz, qadriyatlarimizni asrashimiz va Alloh roziligi yo'lida jiddiy jahd qilishimiz lozim. Zero millatning taqdirini uning dushmanlari emas, musulmonlarning o'zi tanlagan yo'l hal qiladi. Bugun tanlov o'z qo'limizda.